Hammaga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Agar sizlarga videolarim yoqayotgan bo'lsa, like va podpisatsiya tugmasini bosishni unutmanglar. Kamchiliklari bo'lsa uzr. Bugungi videomizda nima uchun aynan yosh onalar kursini deb nomlaganim sababli biz bilamizki, har bitta ona, yosh bolasi bor onalar yoki katta onalar shu davrdan o'tganmiz. Bolalarimizning injiq kunlari, kasal kunlari, uxlamagan kechalari, shunaqa bo'ladiki, har yarim soatda uyg'onamiz, shunaqa kunlar bo'ladiki, umuman uxlamaymiz, gohida tish chiqadi, gohida ichib ketadi. Xullas, bu davrning qiyinchiliklaridan o'tgan onalar, mana shu uchun ham o'ylaymanki, jannat onalar oyog'i ostida deyilganlik sababini ona bo'lib tushundim. Endi esa masalan shunaqa kunlar bo'ladiki, charchagan kunlarimiz, hamma joy yoyilgan, ishimiz ko'p, uxlamaganmiz, stressdamiz, kimga zahrimiz sochishimizni bilmaymiz. Shunaqa vaziyatlardaman. 15 minut uxlaydimi bolam, 20 minut uxlaydimi, oshxonaga chiqaman-da, boshqa ishlarimni chetga surib turaman-da, o'zimga chiroyli qilib nonushta tayyorlayman. O'zim yaxshi ko'radigan, bugun esa siri cho'zilib turadigan biror narsa yegim keldi. Shunaqa uni ustida ko'k piyozlar bo'lishini xohladim, o'zimga chiroyli qilib tayyorladim. Yoniga ko'felar qilib, maza qilib 15 minut miyangizni dam oldirsangiz, men o'ylaymanki, o'zingiz ham dam olasiz, ishlaringizni ham keyin davom ettirasiz, bolangizga ham qarashni davom ettirasiz. Birinchi o'rinda onalar ozgina bo'lsa ham shart emas soatlab dam olish. Ozgina o'zingizga vaqt ajratsangiz, ko'rasiz qanaqa kayfiyatingiz ko'tarilishini va yaqinlaringizga mehr ulasha olasiz, farzandingizga ham. Agar yana shunaqa videolarim, nonushtalarim, o'zim uchun qilgan tushlik zavtraklarim qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Men videolar olishda davom etaman. Hammaga, yosh bolasi bor onalarga kuch-quvvat tilayman Allohdan. Farzandlarni sog'-salomat katta qilib olishinglarni so'rayman va sog'lig'inglarni asrashinglarni so'rab qolaman. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat.